Bir parça xishning siri. Yolqin ro'zi. Bu yil aprelda Qo'lji shahardan avatilgan bir parcha oq rangli qishni topshirib oldim. Odatdagi ahvolda bir parcha qish tilga og'uchiligi yo'q, to'limi oddiy narsa. Ammo menga avatilgan bu bir parcha oq qish ajoyib zo'r tarixiy kechirmishlarning shohidi bo'lib, men uchun aytganda oz uchraydigan bebaho meros. Chunki bu so'zlay oladigan ham yig'lay oladigan bir parcha qish. U go'yo beshidan talay qismat o'tgan, ko'pni ko'rgan zirak bovaydek so'zlaydi. Urumchining kunduzdagi quloq mengini zing'ildatadigan shovqin surallar jimiqib, butkul shahar tun jimliqiga cho'mganda, bu alaydi qish bilan ikkimiz kusurlashib, tugimas suhbatlarni quratdik. Bu chog'da vujudim hayajon ilkida titrab, o'y fikrim mag'ribdan mashriqcha kezatdi. Heli qavatma-qavat sir hikmatlarga to'lgan o'tmish haqida o'ylansam, heli ezitqo'dak o'zgarishchan bugun haqida o'ynadim. U alaydi qishni uyga kelgan mehmonlarga bir ikki qatim ko'rsatib, uningga oid hikoyalarni ancha-muncha so'zlab bergan edim. Ular eranishib ketmadi. Men bu yerdagi ochqishlik masala qimmat o'lchimidagi farqli bo'lish kerak deb o'yladim. Albatta, kishilarning madaniyat sohasi, odat ehtiyojlari, orzu havaslari, g'oya aqidlariga asosan qimmat o'lchamlarimi farqlanadi. Bundaq farqli holatni biz Jibron Xalil Jibronning tuvandagi nasridan ko'rib olamiz. Kunlarning birida etizlikda ishlayotgan dehqon nihoyat esil bir marmar haykalni qaziyapti. Uni opirib atvolliq san'at buyumlarini yig'ib saqlag'uchiga setibdi. Yig'ib saqlag'uchi bu esil haykalni yuqori bahoda setyapti. Dehqon qaytib ketib o'tib, qo'lidagi pulga qarab o'ylanganicha o'z-o'ziga pishirlabdi. Bu pul insonning hayotini o'ylab boqmagan huzur halovatga muyassar qiladi. Haykal o'lik narsa. U to'pi ostida ming yillab yotgan, uni hech kim xiyoliga keltirib boqmagan. Nima uchun birovlar ashundoq so'g'uq toshni shuncha jiq pulga setib oldigandi? Shu chog'da yig'ib saqlag'uchi oldidagi marmar haykalga zo'qlanganicha qarab, o'z-o'ziga pichirlabdi. Nima degan go'zal, nima degan jonliq, nima degan ulug' ham esil bo'yim ha? Afsus, o uzoq yillik shirin uyqusidan amdini uyg'ondi. Nima uchun haq mushundoq esil narsadan voz kechib, o'zini o'lik, his tuyg'usiz pulga otadigandi? Demak, qimmat qarshidagi o'xshamaslik tufayli har kim har bir narsaga o'xshamagan darajada maftun bo'ladi ham o'xshamagan darajada o'zini beg'ishlaydi. Men boshqalarning diqqatini qo'zg'ay olmagan bu bir parcha oqishqa bo'lakchila maftun edim. Havarang duqovi partisiga yo'gab qo'yilgan u oddiy xish, kurash, tavakkulchilik, boturlik, aql farosat, hayajon, siqilish, xo'rliq, shon sharaf va hasrat nadomatning yo'g'rilmasi edi. Aniqroq aytganda, u qadimiy ona makonlarimizning biri bo'lgan Ili vodisining 20-asrdagi Agri To'qay musofisining shohidi edi. Ili vodisi ommaboplashtirib aytganda, G'ulja yaqinqi 2 asr mobaynida Uyg'ur xalqining tarixida ajoyib zo'r voqealarga sahna bo'lgan xislatga boy zamin. Bu tangdish yo'q go'zal tuproqqa
ili farzandlari yurakni larzik sog'udek qimmat beg'ishlagan. Gerçi ili vadisidagi Uyg'urlarning noposi unchivala ko'p bo'lmasimi, ammo ularning ro'yobga chiqargan natija utuqlari hayron qolarlik darajada ko'p. Hozirning o'zida ili vodisida 600 mingdan ortiq Uyg'ur bor. Silishtirib baqsaq, bunchalik nopos Janubiy Shinjongdagi bir qism nohidimi bor. Ammo mashhur shaxslarning ko'pligi Tökpikar azmatlarining jiqliqi bilan ili hammani besib tushdi. İli Uyg'urlari orasidan o'xshamagan sohalar bo'yicha yetishib chiqqan xos ijtimoiy to'plar bu nuqtani so'zsiz isbotlaydi. Biz butkul ona diyorimizni ko'zda tutib aytadigan bo'lsak, ili boturlari, ili inqilobchilari, ili ma'rifchilari, ili o'limolari, ili boylari, ili adiblari, ili san'atkorlari, ili çaqçaqçıları, qisqasi ili Uyg'urlari yaratgan ili ruhi har tarafga yo'riq sepib, yelinjab turgan bir gulxon. Ili vodisi o'z navbatida yana 2 asrdan buyon Janubiy Shinjongdagi beshiga xilma-xil eg'ir kun kelib, chiqish yo'li izlagan o'lima, ziyoli, boy, hunarvan, san'atkor, inqilobchi, aşık, işlemçilerinin panagohi bo'lgan. Och zerin xalqning hayotlik umidi bo'lgan. Buni dalil bilan isbotlaydigan bo'lsak, 1858-yili Qashqarga xufiyona tekshirishga kelgan Rossiyalik mashhur qozoq olim Cho'qon Valixonov 6 shahar xotirlarida 6 shaharda savdogarlar va hunarvanlardan ilindigan boj siliq va o'shir zakotlar eg'ir bo'g'achqa, ularning ko'p qismi o'z yurtini tark etib, G'ulja, O'rimchilarga chiqib ketdi deb yozgan. Cho'qon Valixonovdan yarim asr keyin, ya'ni 1915-yili Ufolik Tatar ziyoli Vaqt gazeti muxbiri Nushirvan Yaushev 6 shaharga sayohat degan maqolasida O'rimchi tarafdan kelib o'tib, Oqsuda uchratgan bir ahvolni mundaq yozgan. Jom yesiga kelib ishlamchilar tushadigan saroyga tushdim. Bu saroy yalang oyoq va jo'l-jo'l kiyimlik odamlar bilan to'lgan edi. Amdigina choy ichishga boshlagan edim. Hasalga o'lashgan chevindak o'lishib oldi. Bu bechoralar och yalang'och orasida qirlamu bor edi. Nega borsizlar? Iliga chiqamiz. Nima uchun? Osh izlab, pul tepish uchun. Qayerliksizlar? Qashqarlik. Oramizda Yarkat, xo'talliklarmi bor? Atsi saharda Qashqarga qarab yo'lga chiqdim. Yo'lda top-top kishi uchirdi. Ular jamga qarab ketotdi. Eshaklarga xurjun, oziq-tulik ortishgan bo'lib, o'zlari piyoda yuratdi. Oralarida hamchatiki bolalarni ko'targan yosh xotin qizlarmi bor edi. Oppoq soqolli qirlarmi bor edi. Oyoqlari yalang. Uchisini illatqudek kiyimmi yo'q edi. Ko'zlari ko'kargan, yuzlari sarg'aygan, eg'izlari echilgan, butkul vujudini umidsizlik bosgan edi. Bu bechoralarmi ochlikdan qutulish chorasini izlab iliga safar qilgan edi. Nushirvan Yavushevdan keyin yana yarim asr o'tganda, ya'ni 1968-yili donliq milliy shoir Qurbon Barab o'zining Shimol yulduzlariga talmirib degan nodir she'rida mundaq chin misralarni yozgan. Yo'l besib uzoq kunlar charchigan yo'lovchilar bekatning temi bo'ylab yotidi qatorlashib, to'p bo'lib kelgan ular non izlab, baxit izlab,
qadimiy ko'chmanlardek suv kechib, tog'lar eshib. Hech kishi uxlamaydi, sukutda yatar tinch. Naqshiddin xoli yoshlar, qirlar sanmas parang. O't yangan sonsiz ko'zlar shimolga talmirdi. Ulardan so'g'uq yoshlar to'kilar taram. Demak, ili vodisi, umid vodisi. Ili tuproqi, seyhi tuproq. Ili xalqi, mardoni xalq. Ili farzandlari, kurashchan avlod. Olqinimdiki bu bir parcha oqish, ili osmonida 100 yil chaqnab, kishini so'yindirdigan va o'kindirdigan talay vaqa hodisini ko'rgan alohida xish. O xish milliy sanoat tariximizning yodgori bo'lgan bebaho sanoat merosi. Milliy sanoat millatni gullantirish, davlatni qudrat topqizishdagi tüp yo'l. Ayni yillari Amerika Angliyaning mustamlikasi bo'lgan. Shu chaqlarda Angliya o'z manfaatini chiqish qilib, Shimoliy Amerikaning hech qanday sanoat bilan shug'ullanishiga yo'l qo'ymagan. Lekin Amerikaning qurg'uvchisi Washington Amerikaning sanoatini taraqqiy qildirishni ta'kidlagan. Amerika o'zining sanoatini taraqqiy qildirish kerak deb jakalagan. U hatto davlat xarajati orqali yasash kasbini taraqqiy qildirishni o'tirg'i qo'ygan. Demak, Washington milliy sanoatning davlatni qudrat topqizishdagi muhimligini haqiqiy to'nigan. 19-asrning boshlari Germaniya milliy sanoatni barpo qilishga sal qarab, davlatni iqtisodni erkinlashtirish orqali taraqqiy qildirishni o'ylagan bo'lsa-mu, kutgan maqsadiga yetilmagan. Oxir erkin savdo andisining nachar taraflarini to'nib yetib, sirtqi qarta yuqori tamoshni beji siyosatini yo'lga qo'yib, ichki qismda milliy sanoatni qo'g'dagan. 1900-yilga kelganda Germaniya po'lat temir yo'l qatorli sohalarda dunyodagi sanoat asosi eng kuchli davlat Angliyaga asosan yetishib olgan. 1850-yilning oldi kanida G'arb jahongir davlatlarining dengiz orqali kelib qilgan hujumiga bardoshlik berolmay, ahonatlik shartlariga g'ing qilmay ko'nishga majbur bo'lgan. Çin sulolasi bu jahongirlarning qudratligining sirini bilolmay tengirqab ketgan. Keyin hukumatchilar qatlamidagilar davlatni qudrat topqizishning ikki turli taraqqiyot fikr yo'lini tepib chiqqan. Ular savdo sanoat orqali davlatni qutqizish tarafdorlari bilan ma'arif orqali davlatni qutqizish tarafdorlari edi. Afsusnarligi 1900-yilgacha bu tashabbus hukumatning qo'llashiga erishamagan. Ayni chaqda garchi Yaponiya, Jungo o'xshashlar qaloq davlat bo'lsa-mu, 1868-yili Meiji yangilik ko'chish harakatini qo'zg'ash orqali nihoyatda tez gullanish yo'liga mang'an. Oradan 26 yil o'tib 1894-yilga kelganda Java urushi orqali Jungoni to'limi o'sal ahvolga tushirib qo'ygan. Shuningdan keyingi bir necha yillik ohonat ichida Jungoliklar davlatni qudrat topqizish haqidagi shiorlarni hukumat irodasi va amaliy harakatga aylantirishni qattiq talab qilgan. Ichki tashqi vaziyatni nazarda tutgan xon onasi, parda orqasida turib xalqning amaliy huquqini tutayotgan Joil Sijtayxu 1901-yili noiloj yangi siyosatni yo'lga qo'yishga majbur bo'lgan. Bu yangi siyosat 6 turlik mazmunni o'z ichiga olgan bo'lib, ularning ichida savdo sanoatni rag'batlantirish bilan yangicha maktablarni ta'sis qilish bor edi. Bu yangi siyosatda milliy savdo sanoatining qonuniy o'rni tunji qatim e'tirof qilingan. Texmo ilgirlab savdo sanoatchilariga hukumatdan mablag' yordami berilganligi ta'kidlangan. Qo'zichilik ideyasining ta'siri tufayli savdogarlarni va savdo tijoratni kamsitadigan Jungo madaniyati uchun aytganda bu inqilob xarakterlik yangilik hisoblanadi.
Lekin hukumat yordami eg'izga elingan bilan amaliyleşmeki tez idi. 1907 yılı Ürümçi'den ötüp ketiyotgan Fin milletinden bo'lgan Rossiyalik ofitser Mannerheim o'zining tekshirish xotirasida Qing sulolasi hukumati Xinjiang o'lkasida 30 yangicha maktab ta'sis qilishni talab qilib farmon tushirgan bo'lsa-mu, lekin moliya qiyinchiligi sababidan plan to'liq amaliyleşmagan deb yozgan. Savdo tijorat sohasida ilining yangi siyosatni yo'lga qo'yish qizg'inligi yuqori generali Changqing 1906 yılı G'uljida yung teri savdosi qiladigan bir shirkat qurgan bo'lsa-mu, ammo ro'naq topqizolmagan. Qing sulolasining chirik siyosati va Rossiya imperiyasining savdo ishlaridagi zo'migarligi sababidan mavjudligini ming tasdiq saqlab, aran rivojlanib kelayotgan Uyg'ur savdogarlari ichida idisi ilg'or, tijoratga mohir, Iroqni ko'rar Akufka Mosaboyevlar yuqorqidek tarixiy fursatda savdo kapitalini sanoat kapitaliga aylantirishni niyat qilib, dadisi Mosaboydan qolgan ili kuradagi teri pishiqlab ishlash korxonasini zamonaviy teri zavodiga aylantirish yo'lida izlangan. Akufka Mosaboyevlarning dadisi Mosaboy Hojim bilimi mo'l, ko'pni ko'rgan, zehni o'tkir, irodasi mustahkam, savdo tijoratda pishqon kishi edi. U 1858 yili Cho'qon Valixonovning Qashqarga yo'shurun kelib, yarim yilcha turib, atrofliq tekshirishda bo'lishiga zo'r yordam qilgan. Mosaboy Hojimning farosati va jasoratiga hayron qolgan Cho'qon Valixonov: "Mosa og'a, charchab ketdim. O'zimni hamisha qilning ustida qolgandek sezaman. Men sizning tamkin mijozingizga, qaltis tuzligingizga, qilni 40 yordigan chora tadbirligingizga hayron qilib zan solaman. Mundaqcha aytganda, siz karomat diplomatsiz" degan. Ana shu qilning ustida turganda kechirmishni boshdan kechirgan Cho'qon Valixonov 6 shahar xotirlarini yezib chiqib, Marko Polodan keyin hech qanday ma'lumotga erishmay kelayotgan Yevropaliklarni Qashqarya haqida tunji qatim tushuncha hosil qilish imkoniyatiga ega qilgan. Shuningdan keyin Yevropalik tekshiruvchi va ekspeditsiyachilar birining keyindan biri tarim qovuqini chekkan. Mosaboy Hojim 1866 yildan keyin G'uljini baza qilib tijorat bilan shug'ullangan. 1881 yili Jungo Rossiya ili shartnomasi imzolanib, Rossiya tarafidan 11 yil igilib olingan ili qaytarib olindi. Qing sulolasi Rossiyaga to'lam berishga majbur bo'ldi. To'lam puli yetishmaganda Mosaboy Hojim shartlik yordam qildi. Shu sababdan bu zot savdo ishlarida imtiyozga erishdi. 1885 yili Kurash shahrida 200 ishchi ishlaydigan teri pishiqlab ishlash korxonasini qurdi. Bu Jungo bo'yicha tunji teri pishiqlab ishlash korxonasi edi. 1898 yili Tianjinlik Vumovrin qurgan Beyang teri aylash shirkati bir necha yildan keyinla vayron bo'lgan. Mosaboy Hojim qurgan teri pishiqlab ishlash korxonasi borgan sari gullangan. Mosaboy Hojimning o'g'illari Ho'sanboy bilan Bovdunboy yerlik usulda qo'l hunari orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Rossiya, Germaniya, Turkiya, Misr qatorliq davlatlarga sotgan. Bu ikki o'g'il ruslar bilan ko'p savdo qilish jarayonida donqi chiqargan hamda Mosaboyevlar deb mashhur bo'lgan. 1895 yili Mosaboy Hojim qazo qilgandan keyin o'g'illari Mosaboyev birodarlar shirkatini qurgan. Bir-biridan qobiliyatli bu o'g'illar bu chaqda o'ttir yoshlik, pishqon, o'zini to'xtatgan xalqaroliq savdogarlardan bo'lib qolgan. Ular Xinjiangda boj to'lamay savdo qilganning ustiga
zo'mgarlik bilan xom ashyo manbasini monopol qilib olgan Rossiya savdogarlari bilan tig'mi-tig' turib savdo jangi qilgan. Bu to'g'riliq G'uljining savdo tarixidan qisqacha bayon degan maqolada mundaq yozilgan. 1851-yildan keyin Char Rossiya jahongirligi bir qator tang huquqsiz shartnomalarni tuzish orqali ili rayonda savdo ishlari bilan xohlagancha shug'ullangan. Rossiya savdogarlari Jungoning qonunlariga bo'ysunmaydi. Ular ilining savdosini monopol qilib olib, Rossiya mollarini turkumlab ep kirgan. Yerlik mahsulotlar va xom ashyolarni arzon bahoda talon-taroj qilgan. 1890-yilning oldi kanida ilining millicha savdosi Rossiya savdogarlari va Rossiya mahsulotlari bilan bo'lgan raqobatda taraqqiy qilishga boshlagan. Har millat xalqi import-eksport shirkatlari va vositachilar orqali o'ziga xo'ja holda chegara savdosi yo'lini ochib, Rossiya savdogarlari bilan tirkashgan. Buningda Ho'sanboy boshlamchi bo'lgan. U turli teri, xurum, yung, paxta qatorliq yerlik mahsulotlarni eksport qilib bosh ko'targan. Rossiya imperiyasi bilan import-eksport savdosini yo'lga qo'ygan. Aka-uka Mosaboyevlar savdo ishlarida boshlamchi bo'lib qolmasdan, yangi ma'rifni yo'lga qo'yish jihatida boshlamchi bo'lgan. Ular Qrim tatarlaridan chiqqan ma'rifatparvar mutafakkur İsmail G'aspralining jadid zimliq tashabbuslariga, bu tashabbuslarning Turkiya, Qozon, Ufa, O'rinburglarda va Samarqand, Toshkent qatorliq O'rta Osiyo shaharlarida paydo qilgan yangi ma'rif, yangi madaniyat to'lqiniga yaqindan diqqat qilgan. Ular İsmail G'asprali yurti Bog'cha Saroy shahrida tunji usuli jadid maktabini ochib, 16 yil o'tgandan keyin ona yurti ustun otishda diniy darslarga fanniy darslarni birlashtirib o'qitadigan boshlang'ich maktab ochgan. Bu yangilik ayni yili Qrimda chiqadigan Tarjuman gazetida xabar qilingan. 1905-yili Çin hukumatining savdo ishlari vazorati chet ellarga chiqib, raqobatga qatnashish nizomnomasini e'lon qilib, Jungoliq savdogarlarni xalqaroliq tovar yarmankalariga qatnashishga rag'batlantirgan va ko'rsatma bergan. Bu orqali tashqi savdoni kengaytib, ilg'or davlatlarning mahsulotlarini ko'rib, Jungoning savdo sanoat ishlarining taraqqiyotini ilgari surmoqchi bo'lgan bo'lsa, aka-uka Mosaboyevlar uningdan necha yil ilgarilar tashqi savdoni yo'lga qo'yib, Moskva qatorliq shaharlarda o'tkazilgan yarmankalarga qatnashib, xalqaroliq raqobatga tushib, savdoda mo'l tajriba va xalqaroliq nazarga ega bo'lgan. Ular bu chaqda olla burun Rossiyaning har qaysi joyidagi tijorat xonalarini talonliq hisobot ishlatish orqali savdo qiladigan yo'lga kirgizib bo'lgan. Rossiyaning banklarida hisobot nomeri ochgan. Vushovlinning Shinjongga nazar degan asarda aka-uka Mosaboyevlarning Tianjin va Shanxaydagi banklar bilan aloqasi borligi aytilgan. Ularning savdo tijoratdagi ta'sirini 1905-yili Char podshohga yozgan muni maktubidan cho'nqur his qilib olg'ili bo'ladi. Janobi oliylariga ma'lum bo'lg'ay, kaminlari Husayn ham Bavdun Mosaboyevlar bu vaqtgacha Husayn Mosaboyev nomida bo'lib kelingan savdomizni 1323-yili Hijriya Tomus aydan boshlab har ikkimiz sherik bo'lishib, ahda va shartlar bog'lab, tijorat va sanoat korxona ishlarini komil ozodlik ila yurgizmak bo'lib, savdomizning nomini tijoratxona Husayn Mosaboyev va birodari qo'yib, ahda va sharoit kog'dilarimizni podshohlikni guvohlantirib, ishimizni bir davom qildik. Har ishning beshida mudir Husayn Mosaboyev bo'lib, ham uning o'rnida birodari ham sheriki Bavdun Mosaboyev qo'l qo'yganlariga imzolarini iltifot qilmoqlaringizni rajo qilib, tavajjuhotingizning davomini
tamanni qilamiz. Bundaq yuksak farosat va dodillik avlodlarni so'yindirmay, iftixorlantirmay qolmaydi. Shubhisizki, ajdodlarning ajri, avlodlarning g'ururi, boyligi. Mayli savdo sanoatni gullantirish, mayli yangi ma'rifni yo'lga qo'yish, mayli chet ellarga o'quvchi chiqarish jihatda 1900-yildan ilgarilar boshlamchilik rol o'ynagan Aka-uka Musoboyevlar 1901-yili Qing hukumati yangi siyosatni e'lon qilishdan tang qadamni texmo cho'ng elib, nazarini Yevropaning ilg'or sanoatiga tikkan. 1906-yili Yaponiya bilan Jungo sheriklashib, Yaponiya mablag' chiqarib, Jungo tarixidagi tunji zamonaviy Jiangnan Ko'nxurum zavodini qurayotganda, Aka-uka Musoboyevlar Germaniya va Fransiyada zavod uskunalarini setib olish uchun to'xtam tuzishib bo'lgan. Aksiyatchi hukumatning hokim mutlaqligi va zo'ravonligi xalqni qo'rqinchoq, ehtiyotjon, tushkun, nodon, gumonxo'r va qo'lchilik xarakteriga giribtor qilayotgan sharoitda Aka-uka Musoboyevlarning qaddini tik tutib, o'z kuchiga tayanib, mag'rur ham qoqlash Yevropa kapitalistlari bilan tang o'ltirib, suhbat qurib to'xtamlishi har qanday kishini hayajonga solmay qolmaydi. Ushoq burjuaziyadan milliy burjuaziyaga o'tish yo'liga qadam qo'ygan Aka-uka Musoboyevlar Germaniyaning Reyn daryosi bo'yiga joylashgan Frankfurt shahridagi to'qimchilik, Ko'nxurum zavodi, elektr hastarlik shirkati va Fransiyaning Stanok shirkati bilan to'xtamlashib, keraklik bo'lgan mashina, stanok, parqazon, generator, elektr motor, metal qirish, randilash, dazmollash, choqlash, kapsharlash uskunalarini zo'r mablag' chiqarib setib olgan. Jayinxi bilan Jangjibang birlikda yozgan Musoboyevlar teri zavodi haqida so'z degan maqolasida 1913-yili Jungo ichkiri o'lkalarida qurgan 11 o'rindagi teri zavodining umumiy kapitali 4 million 600 ming yuan bo'lib, Musoboyevlar teri zavodining mablag'idan oran 1 million yuan ortiq edi deb yozgan. Aka-uka Musoboyevlar bir talay uskunini Rossiya tarafining qattiq shartlarni qo'yishi va turli to'salg'u paydo qilishiga unumli taqobil turib, men bir mushaqqatda G'ulji shahriga elib kelib, zavod qo'rig'iga joylashtirgan. Rossiyadan o'tqa chidamli qishlarni setib olib, zo'r g'ayrat bilan zavod qurilishini bitkizgan. 25 metr egizlikdagi turxunni qo'pirib, yuqori qismiga 1909 degan sonni oqish bilan naqshlab chiqargan. Chingizxonning qo'shinlari Kansay orqali G'uljiga yetib berish uchun 48 o'ringa ko'rik solgan bo'lsa, Aka-uka Musoboyevlar Yarkent, Qo'rg'az, G'ulji orliqida 200 dan ortiq cho'ng-kichik ko'rik yasab, zavod uskunlarini G'ulji shahriga elib Shundaq qilib 1909-yil dekabrda zavodning vot qilib yangragan gudik ovozi ili osmonini larziga silib, Xinjiang milliy sanoatining pardasini ochgan. Bu zavod Xinjiangning sanoatlashishiga tashlagan tunji zo'r qadami bo'lish sifati bilan 20-asr Xinjiang tarixidagi ahamiyati eng zo'r voqealarning biri hisoblanadi. Ayni vaqtda bu zavodning qurilishi ona diyorimiz Xinjiangga emas, balki butkul O'rta Osiyoga nisbatan aytgandimi hayron qolarlik bir zo'r yangilik edi. Bu yangilikni Aka-uka Musoboyevlar aytib tugatkisiz jasorat va minglarcha opirin o'qidek farosat bilan talay mushaqqatni yengib, turli davlatdagi nurg'un savdo, diplomatiya o'rniga qatirib 7 yil vaqt sarf qilib qurib chiqqan edi. Bu zavodning qurilishi ona diyorimizda milliy kapitalning shakllanishiga boshlaganligidan, tunji avlod milliy kapitalistlarning barliq kelganligidan darak bergan. Karl Marx tugmanning beshida pomchik o'ltirdi, zavodning beshida kapitalist o'ltirdi degan edi. Pushildab o'ltirib polo yeyishni cho'ng biladigan,
g'oyisi Nomrat Pomchik bilan xom ashyo, raqobat, fursat, mavjudlik, taraqqiyot, yangilik, uchur, texnika, son sifat, kapital haqida tinimsiz tafakkur qilib izlanadigan kapitalistning osmon zimin farqi borligi o'z-o'zidan ayon. Bir milliy kapitalist eng oz bo'lganda bir milliy korxonadan darak beradi. Milliy korxonalar ko'plab qurilgan sari tabiiy holda hozirgi zamon millati bo'lish uchun eng zarur bo'lgan milliy burjuaziya qatlamini shakllantiradi. Shubhisizki, milliy burjuaziya qatlami bir millatning ijtimoiy qatlamlari ichida iqtisodning, jamiyatning aylanish qonuniyatini tushunadigan ham uning taraqqiyotiga eng kuchli ta'sir ko'rsatadigan qatlam. Milliy burjuaziya qatlami shakllanmagan millatning siyosiy tafakkuri hargiz yetilmaydi. Iqtisodiy engi haqiqiy ma'noda uyg'onmaydi. Shunga korxonaning qimmati, korxonchilarning roli haqida cho'nqur ta'sirotga ega Yaponlar 100 professor tarbiyalagandan bir korxonchi yetishtirgan a'lo deb qaraydi. Haqiqatanmi milliy korxonchilar millatning zo'r boyligi hisoblanadi. Bir jamiyatda bir korxona quriladi ekan, tabiiy holda milliy kapitalning jug'unishiga imkoniyat hozirlanadi. U korxonada ishlaydigan maxsuslashgan malikilik ishchilar qo'shini borliqqa keladi. Avlodma avlod natural egilik va ibtidoiy ishlab chiqarish shakli orqali o'zini qomdab kelayotgan qaloq, nomrat, chechilang'u bir jamiyatga nisbatan aytganda qoida tuzum qarishiga ega vaqt, unum bilan hisoblashadigan malikilik ishchilarning borliqqa kelishi sal chaqlaydigan yangilik emas albatta. Parasatlik Atufka Musaboyevlar zavodning taraqqiyotini, ishlab chiqarishning kapolatga ega qilinishini nazarda tutib, zavodda guduk yangritishdan avval germaniyalik texniklarni, rusiyalik tatar o'qituvchilarni, Buxoroda o'qib kelgan da mollalarni taklif qilib, hozirgi ili pedagogika institutining o'rnida texnik ishchilar maktabini qurib, tarbiyalashni boshlagan. Odatda maktab qo'ru deb atalgan bu o'rinda bir necha qarorda 400 dan 500 dak ishchi tarbiyalangan. Ularning ko'pinchisi Janubiy Shinjongdan ilg'i ish izlab chiqqan musofir, yetim yisirlar edi. Ularning orasidan buxgalter, hisobchi, statistikchi, kasir, mexanik, parqazon boshqurg'uchi, sho'rnik, texnik, master, tokar, silsar, kapsharchi, priyomchik, telefonist qatorliqlar yetishib chiqqan. Aka-uka Musaboyevlar yana zavod ishlab chiqarishga kirishib, 3-yili Rossiyaning Qozon shahridan Xalitcha Obistay qatorliq 3-4 tatar ayol o'qituvchini taklif qilib, ayollar uchun maxsus ayollar hunar maktabini ochib, ularga savod chiqish tarbiyasi bergandan sirt kiyim tikish, yungdan sharpa, popayka, palay, paypoq qatorliqlarni to'qishni, reshiliya, gilodiya, shitiya, kanva qatorliqlarni ishlashni o'rgatgan. 1907-1909 yillari atrofida yetim yesir bolalar uchun qurilgan Darul Shafqat maktabida Turkiyada o'qigan o'qituvchilar Istanbuldagi maktablarning programmalari bo'yicha o'qitishni yo'lga qo'ygan ham rus tili bilan xanzu tili o'rgatgan. Ular o'qitilgan darslarning doirasi tor, tijorat va zavodga kerakli bilimlar ko'proq edi. Buningdan Musaboy jamiyatining savdo sanoat bilan shug'ullanadigan munavvar amgakchilarni tarbiyalashni maqsad qilganligini ko'rib olib bo'ladi. Bu mezgilda yana g'ulji boylari birlashib Uyg'ur ma'rif tarixidagi tunji to'liqsiz o'ttir maktab Rushtiya maktabni qurgan. Aka-uka Musaboyevlar texmo mardonlik ko'rsatib, chet ellarda o'qishni xohlaydiganlar o'zini ma'lum qilsa, o'qish xarajatini o'zlari ustiga elib, o'qitishga kapolatlik qildiganligi haqida uqtirish tarqatgan. Zavod qurilgandan keyin ta'siri nihoyat zo'r bo'lgan. Ayni chog'da Yaponiyada panolanib turayotgan dongliq mutafakkur Kangyovi 1910-yili 28-aprel xonga sungan shikoyatnomasida Elida qurilgan Ko'nxo'rim zavodi
aslida Rossiya mollariga taqobil turishni nazarda tutib qurilgan edi. Holbuki Şinjandagi sodada Jungo savdogarlari boj to'laydi. Rossiya savdogarlari boj to'lamaydi. Bundaq bo'lsa, taqobil turish degan bir quruq gap bo'lib qolmadimi? Bu hol hukumat bilan savdogarlarni mushkul o'ringa tushirib qo'ydi. Savdogarlarimizning orzu talaplarini e'tiborga olib, ular setib olgan va sotgan terilardan boj olib, ishlab chiqargan pishiq mahsulotlardan boj olishni kechirim qilish orqali ularning davomli tijorat qilishiga madad berilsa bo'ladi deb o'ttirga qo'ygan. Buningdan bu o'ttir tipdagi zavodning ayni chog'da dog'dug'usining nalagicha berib yetganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Zavod ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin chorvachilardan ko'plab teri yung setib olgan. İli xalqi xili obdallı manfaatlangan. Jumladan ayni vaqtda ili tog'larda yashayotgan 50 ming qozoq xalqimi manfaatlangan. Xom ashyo setib olish, mahsulotlarni setib chiqarish jarayonida ilida savdo tijorat ajoyib jonlangan. Aka ufka Musoboyevlarning Kantor Qoro deb atiladigan hozirgi G'o'lji shahrining markazidagi xalq maydoniga to'g'ri keladigan hashamatlik bosh tijoratxonasi bas-bas bo'lib ketgan. Zavodda turkumlab ishlab chiqarilgan mahsulotlarning 60% Rossiyaga, 40% Şinjanning har qaysi joylariga sotilgan. Siliq, sipta ham puxta bo'lgan bu sifatlik mahsulotlar ayni vaqtda ili, cho'chak, Oltay, Urumchi, Shixo, Manas qatorliq joylarda keng ko'lamda sotilgan. Ko'n xurum, shavrun, cham, rangli kajul, chigrin, bulg'ari, palval, maskap, maysa, o'tuk, kamar, bajingir, no'xta, egar qatorliq mahsulotlar kishilarning ehtiyojini zo'r darajada qamdagan. Kishilarning turmush sifati ma'lum darajada o'sgan. 1912-yili yanvarda ilidagi harbiy qo'shin ichidagi Shinxay inqilobini himoya qilib, Qing hukumatining mavjudligiga xotimi berishni orzu qiladigan Yang Zenshu, Feng Teymin qatorliqlar qo'zg'olon ko'targanda O'sanboy teri zavodining zo'r moddiy yordamiga erishgan. 1914-yili portilgan 1-dunyo urushi O'sanboy teri zavodining savdosini texmi jonlantirib etgan. Urushga qatnashganligi sababdan egar, o'tuk, chigrin, no'xta va ko'n xurumga bo'lgan ehtiyoji jiddiy oshgan Rossiya hukumati kayni-kaynidan mol zakaz qilgan. Aka ufka Musoboyevlarning bu zavodda qurilib, uzoq o'tmay G'o'lji shahri Şinjandagi eng obod, madaniy, har xil yangicha maktab ochilgan, savdo tijorat jonlangan jalbkor shaharga aylangan. Nushervan Yaushev 1915-yili Janubiy Şinjanni sayohat qilib ketib o'tib, vaqt gezitiga avatgan maqolasida 6 shahar musulmonlari texi taraqqiy qilgani yo'q. Ilm va ma'rif, ziroat, tijorat va sanoat ishlari bir yoqda tursin. Bu yerda texi ibtidoiy maktablarmi yo'q. Xalq bak nomrod. Bular G'o'lji musulmonlardan ibrat olsimi yaxshi bo'ladi deb yozgan. G'o'ljining madaniyat muhiti quyuqlashgan sari Rossiyalik bir qism tatar ziyolilar, Toshkent, Anjonlik bir qism o'zbek savdogarlar, uqumishliq zotlar kayni-kayndan G'o'ljiga kelib makonlashgan. Ularning orasida o'rtaq milliy gulinish g'oyasini ko'ngliga pukkan zotlarmi. Rossiya hukumatining ziyonkashlik qilish obyektiga aylanib qolganligi uchun panohlik izlab kelgan Abdulla Bobidek dongliq ma'rifchilarmi. Rossiyadagi urush malmonchilikdan xavf his qilib qechib kelgan boy savdogarlarmi bor edi. Ular G'o'ljining madaniyat, ma'rif havosini texmi quyuqlashtirishga ko'rinarlik to'p qo'shgan.
Aşı yıllarda yana Qashqar, Attuş təbəsidəki bir qism baylar və ölümalar, şundaqla tirikchilik yo'llarini izlagan nomurod avom g'uljiga zo'r qizg'inlik bilan ko'chib chiqib, yangi mahallalarni shakllantirgan. Qisqasi, G'ulji shahri mazkur zavodning sharofati bilan zanjirsimon holda borliq kelgan yangicha taraqqiyot manzarasini namoyon qilib, Şinjandagi g'aflat uyqusida uxlayotgan boshqa shaharlardan farqli holda zamonaviy dunyoga dodillik bilan yuzlangan madaniy shahar bo'lib qolgan. 1916-yili markaziy hukumat tarafidan Şinjongga avatilgan iqtisodshunos Shibin Şinjongdagi sayohat xotirasi degan asarda G'uljini taraqqiy qildirsa, Shangang ham Shanxayda qig'ili bo'ladi deb yozgan. Mashhur sharqshunos Vivi Bartolet G'ulja nomli asarda 1910-yillardagi G'uljini Şinjongning ma'rif sohasidagi o'rni yuqori ko'tarilib, yangi bir ideviy eqim markaziga aylangan edi deb yozgan. Ko'rilishga bo'ladiki, Ho'sanbay teri zavodining qurilishi Şinjongning milliy sanoatining pardasini echib qolmasdan, balki Uyg'urlarning 20-asrdagi milliy uyg'unish harakatining pardasini ochgan. Shuningdan keyin necha asrdan beri qaloq, turg'un, anqov holatda davom qilib kelayotgan milliy hayotimizda yangi burilish hosil bo'lgan. Aka-uka Musa Boyevlarning chorrosini asosiy obyekt qilgan eksport-import savdosi 1917-yili Rossiyada yuz bergan Oktyabr inqilobining ta'siri bilan bir necha yil past qo'yga tushib qolgan. Musa Boyev birodarlar shirkatining Rossiyaning Yarkent, Olmata, Beshkek, Simplantiski, Nijni, Toshkent, O'rinburg, Anjan, O'sh, Jalolobod, Moskva qatorliq shaharlardagi tijorat xonalari palach holatga tushib qolgan. Cho'ng muomildorlari terperan bo'lib ketgan. Natijada Akufka Musa Boyevlarning ilkidagi necha million so'm chorosiya puli quruq qog'ozga aylanib qolgan. Savdo tijorat tarixida mislsiz krizisga duch kelgan Akufka Musa Boyevlar bu chog'da savrchanlik bilan kutib, parasat bilan ish ko'rib, xalqaro vaziyatni inchga ko'zitib, yosh Sovetlar hukumatining g'arb davlatlarining embargosi tufayli iqtisodiy jihatda intayin mushkul ahvolga tushib qolganligini tonib yetgan. 1923-yili Ho'sanbayning 72 yoshga kirgan inisi Bavdunbay Moskvaga berib, ayni vaqtdagi Sovetlar ittifoqi Markaziy ijroiya komitetining raisi Kalinin bilan ko'rishib, savdo aloqasini yo'lga qo'yish haqida tutishgan. Shuning bilan Akufka Musa Boyevlarning tashqi savdosi qaytadan gullangan. Bu zavodning mahsulotlari 1924-yili Germaniyaning Leipzig shahridagi xalqaro tovar yarmarkasiga qatnashtirilgan. Ho'sanbay 1926-yili, Bavdunbay 1928-yili qazo qilgan bo'lsa-mu, ammo Ho'sanbay teri zavodi har kuni necha qatim guduk yangritib, ishlab chiqarishni normal davomlashtirgan. Yiroqlardan ko'zga chaliqadigan G'ulji shahridagi birdan-bir belgi xarakterlik qurilish bo'lgan zavod turg'uni ili osmonida mazmut qad ko'tarib turgan. Tarixiy to'pisi uzluksiz ish qolgan. 1944-yili kuzda milliy armiya qurilganda bu zavod milliy armiyani ehtiyojli mahsulotlar bilan ta'minlagan. 1949-yili Yangi Jungo qurilganda iqtisodiy jihatda og'ir qiyinchilikqa duch kelgan. Chunki davlat xazinasini Gomindang hukumati Tayvanga olib ketgan. 1949-yili 2-dekabr Goviyanning muavin zunglisi Yo'ldosh Chinyuan Markaziy xalq hukumatining 4-sonliq yig'inida zoyim tarqitib, moliyadagi qizil raqamning o'rnini to'ldirayli degan temada doklad bergan. Shunday qilib, yangi hukumat moliyadagi qiyinchilikni yengish uchun 1950-yili tunji qitim mamlakat bo'yicha zoyim tarqatgan. Shu chaqda Ili viloyatiga 20 million yuan zoyim taqsim qilingan.
Musaboyev birodarlar shirkati tashabbuskorlik bilan 344 sar naq oltin topshirib 27 million yuanlik zoyim setib olgan. Shuning bilan Ili viloyati zoyim setib olishda mamlakat bo'yicha birinchi bo'lib taqdirlangan. 1954-yili bu zavodning mol mulki baholanib, hukumat bilan xususiylar shirikchiligidagi zavodga o'zgartirilgan. 1958-yili 10-sentabr Juda Viyanjang Xinjiangni ko'zdan kechirganda bu zavodni ekskursiya qilib, milliy sanoatni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish kerak deb ko'rsatma bergan. Bir asr mobaynida xalq uchun to'xtamay xizmat qilib, minglagan, 10 minglagan kishining moddiy va ma'naviy turmushi bilan zich bog'lanib ketgan bu zavod 21-asrning yetib kelishi bilan ko'nrab ishlab chiqarishdan to'xtagan. 2004-yil 9-mayda vayron bo'lganligini rasmiy jakarlagan. Uqtirishni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik Yoqur xalq sud mahkamasining Ili Qozoq avtonom oblastlik sho'basi shu kuni zavod rahbarligiga yetkazgan. Arqadan 130 ming ko'lamdagi zavod o'rni kim ochdi qilish usulida Yingjian o'y-mulk shirkatiga 30 million yuanga sotilgan. Zavod o'rni sotilgandan keyin Ili oblasti Husanboy teri zavodining vayron bo'lish ishlarini bartaraf qilish, hisob aniqlash xizmat guruhi zavodning uskuna aslalarini birak mol yig'ib oluvchilarga setib etgan. Setib oluvchilar uskunlarni urib chiqib, parchalab ep ketgan. Faqat 4 turlik asliha Ili Qozoq avtonom oblastlik mavzuining orqa hovlisiga elib berilib, qo'yib qo'yilgan. Zavod o'rnidagi qurilishlar 2004-yili iyundan boshlab chekilgan. Xinjiangda eng burun qurilgan milliy sanoat korxonasi bo'lgan bu zo'r marosni hech bo'lmaganda xotira ahamiyatga ega ma'lum qismini qo'g'dab qilib, sayohat boyligi qilish hech kimning xiyoliga kelmagan. Bu zavod vayron qilinishdan 1 yil ilgari, ya'ni 2003-yili xalqaro qadimki yodgorliklar mudiriyati sanoat meroslariga bo'lgan tonishni birlikka keltirish uchun Rossiyaning Sverdlovskiy oblastidagi Nijniy Tag'il shahrida Nijniy Tag'il nizomnomasini ma'qullagan edi. Bu sanoat meroslari to'g'risidagi tunji xalqaro nizomnoma edi. Shundaqla sanoat meroslari ufqumining pishib yetilganligining belgisi edi. O'z navbatida bu sanoat meroslarini qo'g'dash ideyasining g'albisi edi. Sanoat meroslari ufqumi madaniyat meroslari ufqumi doirasiga kengaytirilganligining isbotlarining biri edi. Bu ufqum 20-asrning 50-yillarida Angliyada borliqqa kelgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ma'rif, ilm-fan, madaniyat organining tirishchanligi bilan 1973-yili Angliyada xalqaro sanoat meroslarini qo'g'dash komiteti qurilgan. Bu komitetning 2003-yili iyulda Rossiyada ochilgan 12-qatimliq cho'ng yig'inida ma'qullangan yuqorqi nizomnomasining 1-bo'ligida sanoat meroslari ufqumiga mundaq aniqlama berilgan. Sanoat meroslari tarix, texnika, aloqalashish, binokorlik yoki ilm-fan jihatdagi qiymati bo'lgan sanoat madaniyati yodgorliklari, xarobalarni ko'rsatdi. Sanoat meroslarini qo'g'dash haqidagi xalqaro nizomnomaning ro'yiga xilof holda Xinjiangdagi tipik sanoat merosi bo'lgan Husanboy teri zavodi yo'q qilingan. Zavoddan ayrilib qolgan ishlarga tasalli o'rnida faqat 2 qurilish qolgan. Uning biri zavodning masjidi, yana biri egiz turxundir. 2005-yil 22 yanvar Qurbon hayitining 2-kuni masjid jamoati peshin namozidan qaydishida zimiston qishning ko'kni qoplab lapildab yig'ayotgan qor uchqunlari ichida hayvat bilan qad ko'tarib turgan turxunning oldida 1909 degan son bor yo'nalishda turib, xotiri uchun suratga tushgan. Cheqvatilgandan keyin zavod xarobasiga qarab, ufqumushliq kishilar hasratlik tortishgan. Ili Qozoq avtonom oblastlik madaniyat yodgorliklari idorasining kandidat tadqiqotchisi An Yingshin apandi mundaq degan. Husanboy teri zavodi
ismi jismiga loyiq sanoat marosi bo'lib, uning cheqib o'tilishi nihoyat afsuslanarli ish bo'ldi. Eli Qozoq Avtonom oblastlik elektr energiyasi idorasining bir mas'uli mundoq degan: sanoat marosi degan bu hukmni qo'yib turib, elektr energiyasi tarmoqi bo'lish sifatida O'sanboy teri zavodining Şinjanға tunji tok eqimi ep kelishidek mushu nuqtani ko'zda tutgandimi, bu koni o'rinni saqlab qolishimiz kerak edi. Texmo afsuslanarligi bir yil o'tgandan keyin yana 2005-yili 20-noyabr zavod o'rniga o'ltiraq rayon silish huquqini saqlab olgan uy mulk shirkati qurilish planiga ta'sir yetkazdi. Xatarli qurilish deganda bahona qilib, milliy sanoat tariximizning birdan bir yodgori sifatida qad ko'tarib turgan Turxunni cheqib o'tishga tutush qilgan. Buni uqqan zavodning pishqadam ishchilari va ularning xotin bolalari parishon holda oldirab naq maydonga yetib kelib, Turxunni chaqmaslikni o'tingan. Puldan boshqa hech nimani cho'ng bilmaydigan yangi xo'jayin to'xtamay cheqishga buyurgan. Zavodda bir ömür ishchi bo'lib, pensiyaga chiqqan Muhammad Salay ismli kasalchan bovay choqliq o'rindiqida o'ltirib, yo'qurdan tuvanga bir-birlab qo'mirib tashlanayotgan Turxun qishlariga qarab, muzdek ko'z yoshlarini tutolmay yig'lab ketgan. Gerçi bu bovay sanoat maroslarini qo'g'dash hukmi to'g'riliq hech nima bilmasimi, ammo oliyjanob axloq, yurtni suyish hissiyoti, töhbikor ajdodlarga hurmat bildirish yuzidan qattiq nadomat chekkan. Shu chaqda Ili pedagogika institutining donglik o'qituvchisi Osim Ma'sum apandi 1984-yildan beri mazkur zavodda tarjimon va ishxona mudiri bo'lib ishlab kelgan o'g'li Eminjonni chaqirib: "O'g'lim, bu bir cho'ng yo'qitish, ajdodlarga qilingan qora yuzlik, madaniyatga qilingan buzg'unchilik, tarixga qilingan ig'ir hurmatsizlik. 1989-yili Berlin temi o'rnatilganda Berlin shahrining fuqarolari 40 yillik milliy azobni eslatadigan bu tomning xishlarini xotiri uchun bir ishkidan elib ketishgan. Sen cheqilayotgan Turxun xishlaridan bir nechini saqlab qo'ygin. Nodon kishilar aynakka qarab ko'rolmaganni dono kishilar kesakka qarab ko'ralaydi degan gap bor. U degan milliy sanoat tariximizning guvochisi degan. Eminjon Osim Turxundagi 1909 degan son uchun ishlatilgan oq qishdan bir nechini elib olgan. Boshqa kishilarmi ilhomlanib bir ishkidan qishni elib ketishgan. Shundoq qilib yo'l echish jasoratiga ega mashhur korxonachi, ma'rifatparvar o'g'lonlar aka uka Musoboyevlarning yengida quduq qazgandek mushaqqat ichida qurib chiqqan O'sanboy teri zavodi G'ulji xalqining ko'z oldidan tal-to'kis g'oyib bo'lgan. Bu yil aka uka Musoboyevlarning G'uljida zavod qurg'uniga to'p-to'g'ri 100 yil bo'ldi. Milliy sanoatning bayrog'ini ona vatan osmonida tunji bo'lib lapildatgan bu ikki azmatning tarixiy to'pisini qandoq usulda xotirlash biz avlodlarning aqalli axloqiy burchi. 1985-yildan e'tiboran har 10 yilda bir qatim Atush Eksaqda bu ikki azmatning yangi ma'rif mash'ilini tunji bo'lib yondirganligini xotirlash faoliyati o'tkazilib kelyotdi. Bir mutafakkir xotirlashga arziydigan tarixiy faoliyatlari, aslashga arzigidek mashhur shaxslari yo'q xalq, bechora xalqdir. Xotirlashga arzigidek shonli faoliyatlari, tilloda doston bog'dek mashhur shaxslar turib, xotirlashni, aslashni bilmagan xalq hamoqat xalqdir degan ekan. Mushu ma'nodan aytganda, bir qo'lida milliy sanoatning bayrog'ini, yana bir qo'lida yangi ma'rifning mash'ilini ko'targan bu buyuk azmatlarni yod etib xotirlash tamoman zarur. Men bu yil Şinjan yoshlar jurnalining 1-sonida aka uka Musoboyevlarning 8 to'pisi degan bir maqolani e'lon qilib, uningda aka uka Musoboyevlarning zavod qurganligining 100 yilligini xotirlash zaruriyatini ta'kidlagan edim. Maqolam e'lon qilingandan keyin Eminjon Osim
G'o'lji shahri 2-o'rta maktabning til adabiyot o'qituvchisi do'stim G'ayrat Erkin orqali menga yodgor bo'lsin uchun o'zi saqlab kelayotgan maxsus 1909 degan songa ishlatilgan oq xishdan birini avatibdi. Men aprelda bu xishni topshirib olib, bir asrdan buyon ili osmonida chaqnab, G'o'lji xalqining g'urur va iftixor nazarida qarishiga muyassar bo'lib kelgan bu bir parcha xish bilan takror so'zlashib, sirdishib bu maqolamni yozib chiqdim. Mana bu meni hayajonga solgan bir parcha xishning siri.